Mana aytyapsiz. Mama Rozani aytyapman. Ha, o'sha Mama Rozamisiz? Mama Rozamisiz? O'sha og'zingizga kelgan gapni. Men Mama Rozani aytyapman. Oldingizdagi deyapsiz. Oldidagi man. Siz mana aytyapsiz. Mana aytyapsiz. Qancha yo'lda aytdingiz? Siz mana aytyapsiz. Qaysi internetga chiqib qizlar ishlatgansiz manda qo'shiq aytadigan o'zbeklar ham kelib, koreyslar ham kelib, ertaga sizni men bitta gap, men yengil tabiatli ayollar bilan gaplashmayman birinchidan. Hurmat bilan gaplashinglar. Hurmat bilan gaplashing. Gapiring, siz jim turing. Gapiring siz. O'sha joyda, kafe. Men bu odam bilan gaplashmayman. Men o'zimga Bo'lmasa jim turing opa. Bo'ldi, o'tirib turing. Bo'ldi. Bu ayol kishi bilan Uchalalaring boshqa prямой efir qilasizlar. Davay, jim. Men bilan gaplasha olmayman. ayol kishilar emas, men bunaqa yengil tabiatli ayollar bilan Davay, gaplashaman. eshiting aka. Siz bilan gaplashaman. Konkretniy savol. Deb aytdimi? Bu Hop, inson yozasimi, chizasimi o'z bilasiz, tashqarida qilasiz, opa. Men gapiryapman. Xo'p, bu akani savoli bunaqa bo'ldiki, mana bizni 40 mingtadan oshiq odam kuzatyapti. Maytda ham normalniy odam kuzatyapti, to'g'rimi? Biz hozir chiroyli gaplar